No'ruz bayramınlar mübarek olsun. Bugün bu No'ruz bayramında haqqaysınlarni aldığı çıkıp töteki söz kılış fırsatı erişkenligimden özümde tolumu baxtli his qilyapman. Şu sebepten hammalarga salomatlik tilayman, oilanglarga ham salomatlik tilayman, ota-onanglarga ham salomatlik tilayman, balalaringlarga ham salomatlik tilayman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bu salomatlik to'g'riliq so'z bo'lganda hammamizning yodiga yetadi. Donalarimiz aytgan saxtxo'rlik yo'q. Qaranglar, nima degan chiroyli gap bu. Saxtxo'rlik yo'q. Sog'lom tanda sop aql. Oltin beshim aman bo'lsa, rangroyim samon bo'lmas. Jiq bunda gap. Oltin beshimiz aman bo'lish uchun qanday qilishimiz kerak? Ota-onalarimizning oltin beshi aman bo'lish uchun qanday qilishimiz kerak deganda, pat-pat doktorxonaga olib tekshirib turishimiz kerak. O'zimizni ham, ota-onamizni ham tekshirib turishimiz kerak ekanda. Pat-pat tekshirib turganimiz yaxshi. Endi chet ellarda, ishkirki o'liklarda qanday deganda, ular odat aylantirib qo'yibdi, ota-onasini olib tekshirib kelgan, o'zi pat-pat berib tekshirib kelgan. Ya doktorxon haqni yo'qlab borsizlar-ku, tekshirib berib kelsanglar bo'laverdi. Bizda unda tekshiriladigan ish yo'q. Chet elliklar, ishkirliklar odatga aylanib ketdi. Bizda yo'q bunday odat. Bizda kasal ko'nrab, dum tushib ish ko'zga qarshi kayni ketgandan keyin til gapdan qolgandan keyin anandan keyin doktorxonaga olib boramizda, mening yishganda varash tuqunim bor, shuni ko'stime deb dasma boshqa taqsim bo'lsaydi Alloh. O kasal ko'nrab, abjiq chiqib qolganda varishinglar nima keragi uningga? Bizning ota-onalarimizmi endi ko'tirib apaga vaqtida doktor nima bo'ldi dadamga desa, men atgan ish qilmanganda sap qolgan, tushdi kasal mashta qo'yib qolibdi deydi. O ko'nrab 15 yil, 20 yil bo'lgan kasalda bizning ota-onalarimizmi balam jaqam, balalarim xizmatga ta'sir etib qolmasin, balalarimning vaqtini ziyon qilib qo'ymay, balalarim jafo tortmasin, balalarim pul xarjlab qolmasin deb bag'in unamaydi. Jur apa doktorxonaga olib kelay desa, "O bo'ldilar balam doktorxonada nima bor? Darvozdan kirib bo'lguncha, deb o'tirdi o'qib" deb unamaydi. Va dada juri doktorxonaga olib aytsang, "Va bo'ldi balam, qo'yirganda uya-buya unchalik og'irmamdi. Bo'ldi, bormayman, oqshomda opang qo'ymay sutga qo'ysa yaxshi bo'lib qolmaydi" deydi. Yaponiyada 20 mingdan oshiq uzun umr ko'rish cho'lpini bor ekan. 20 mingdan oshiq. 100 yoshdan oshganda uzun umr ko'rish cho'lpini deymiz-ku. 20 ming bor ekan. Ashu uzun umr ko'rish cho'lpanlarini o'z tavallikdagi muxbirlar ziyorat qilganda hammasining javobi o'xshash o'tdi. Biz uzun umr ko'rimiz deb belimizni bog'lagan uzun umr ko'rdik. Voy qanday qilib uzun umr ko'rdinglar desa, biz 4 prinsip amal qildik debdi. Birinchisi uyqu, ikkinchisi tomoq, uchinchisi badan chiniqtirish, to'rtinchisi pat-pat doktorxonaga borib tekshirib turishga. Cho'ng ish yo'q-ku. Bizda-chi butun Shinjongni aylansak 100 yosh kirgan odamdan 50 ni yo 30 ni ara topamiz. Yo'q. Dada qancha yosh kirding desa, 60 ga. 60 kirdim deydi. Voy dada sen texi yosh, ruhliq bo'l 60 yosh degan qiyriq kirmaydi, 30 yoshga kirdi desa, "Oy, 60 mi xeli va dadam rabiti 68 da ketgan, osh dadamning yeshiga kirib olsam bo'ladi-ku." Bunda men yurgan 150 kirgan odamdek. "68 mi xeli yosh bolam? Bunda 8 yil qoldi. 5 yil qoldi. 3 yil qoldi. 1 yil qoldi." Bo'ng'i tushiraqi. Omo kallı degan bu baş aparat bunu 68 davrib ishga o'rnatasan, ish chiqqaningdagi yurak o'pka, oshqozon, pashqozon, jigar pigalning 68 ga tayyorlik qildi, chamadon pomadani taqib ularni vangimiz deb turdi ularni. Ya men yashayman deb yozsa 68 demay 98 deb tursa uzun umr ko'rishi mumkin. Anakin bizda bu salomatlik to'g'riliq bir gapni yana eslatib o'tish to'g'ri keldi. Bolalarni doktordan qo'rqitgan yomon sat odatimiz bor. Kichik bolalarni doktordan qo'rqitib, 2 yoshli bolalarni doktordan qo'rqitamiz. "Jum, ko'zingni jum. Hozir 9 ga chiqib, hey doktor, keling, mana uxlamagan bola o'kilni sening eng yo'g'on jonidan keling. Sening juma ko'zingni." Heliqi bichara uxlamayotgan bichara ko'zini yog'andan mit qilib yotadi o'rnining ichida.
doktor kaysi qanday qildi? Pis etdi. Yo'g'onjingni yonqishing pis qildi. Qon chiqdi. Yum ko'zingni. O bichara kecha uxlamay endi ko'z ilinsa ko'ziga tushiga kirdi doktor. Yo'g'onjingni va maska tatgan oq to'piq oqat mingan bir doktor kirdi tushiga. Rasmi? Ondan keyin o aytsa uyqusiz qolgan bola yig'lasa, uni yana doktorga ko'tarib olib boramiz ekan. Aç ağzını aç ağzını tiloni ichi geloni ko'rib baqsın bu bichara vaqiravatgan bichara kichik bola chekravatgan doktor açaş qo'rqma bolam doktor açaş uni tutib kiravatgan doktor açaş emas oqshom tushib kirgan Javroil u bir og'inamni uyda o'tirib bir so'lay qoldi bir materiallar unutib qoldim akvalayda bosam soat 10larda baka uyda İşkimiz paranışıp otursak, bu daraqın işini içip, 3. sınıfta okuyduğun balası bu böyle qo'g'lab ketganda kirib keldi. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Salomat. Rahmat. Eliq bichara bola, böyle qo'g'lab ketganda kirdi uyga. Bu balani hamda birisi qo'g'lab ketgan o'xshaydi dedi. Do'stim, nima bo'ldi bolam? desa, doktor dada dedi. Voy, nima doktor? Shu doktor dada. Voy, nima doktor da desa, maktabdan maydonda tantarbiya darsi o'tyapti, o'ynayapsam bir oq mashina ichidan 6-7 doktor tushgan. Qo'rqib ketib uyga kirib, yo'q, sinfga kirib, sinfda partada o'tirsam, 2 doktor sinfga kirib kelyapman-da. Shundan bilan derazdan sakrab tushib, qichib keldim dada. Derazdan sakraganda putim birdan bo'lsa, yana shu doktorga borasa bolam. Qaranglar, doktordan qo'rqitgan aqbat, bichara bola darsdan qoldi. Yurgi chiqdi doktordan qo'rqib. Andan bizda yana bolalarni qisman oilalarda bolalarga haqorat qilib qo'ygan bir odat bor. Men bu to'g'riliq bir misol aytib bersam, Napoleonni hammanglar bilsizlar. Napoleon fransiyalik harbiy olim, harbiy general. Mana shu Napoleonni opis aytgan o'qitganda qanday o'qitdi ekan bilamsizlar? O'g'lim, turing. Beshini silab turib, turing o'g'lim, sizni jahonning buyuk ishlari saqlab turyapti. Qarang bolam, sizni bütün odam Napoleon nimanda botur, Napoleon nimanda aqlli deydi. Men hayron bo'lam. Siz nimada aqlli, sizda qaysar, nimada botur. Bunda o'qitdik. Bizda-chi, qo'pay eshak, yotamsa, ha? Bir deb qo'ygan o'shda ishdan kuchga, o cho'shqa, yetishni qara to'g'on opoqi. Eliqi bichara tag'adi bir ahonat. Bir tağa ahanatni anglab chiqdi bichar talaga. O talada ahanat anglasimi, o 10 tiyin amaydi, uyda pishib ketgan til ahanatga. Urumsul bo'ldi uni. Assalomu alaykum Napoleon, tinchlikmi? Eliq bichara sinfga kirib o'tirgan unga tiyab, ma'lumga qismolning ko'zi qarab o'tirdi. Diqqat uyda tushdi, uyga borsam, yana tilab ketaman. O'rtog'i. Bolalarning salomatligi uchun bolalarni haqorat qilmayli. Ota-onalarimizning salomatligi uchun pat-pat ota-onalarni doktorga olib tekshirib turaylik. Cho'ng ish yo'q. Kichik 1 so'm oladi tekshirib. Qanday tekshirasanglar 1 so'm. O ko'nib ketgan opasang 50 ming degan doktorga aytib qo'ymasa, qo'yma cho'kadi bu haqda. Vaqti doktorga olib tekshirib turaylik. Bugungi Navro'z kechalik orqali misha kelgan barliq ota-onalarga salomatlik tilayman. Hammanglarga ham salomatlik tilayman, bolalaringlarga ham salomatlik tilayman. Rahmat.